Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, hammanglar fursatdan foydalanib juma bilan muborakbod etaman. Mana Xudo xolisa Ramazon oyining 3-jumasi ham kirib keldi. Bugun nasib qilib turib Dilmurod mana kelgan ekanlar Samarqanddan. Zot yo'nalishda menga qo'chqorlar kerak deb Qirg'izistondan olib kelgan Saksonboyimiz bordi, 80 liniya Arashan. Ana o'shani uka-pukalari bilan birga qo'shib turib hozir olyaptilar. Iloyim qo'ylardan baraka toping. Bir 300 ta 400 tacha qo'ylari bor ekan, o'shalarga mana kuyovlar olib ketyaptilar-da, Xudo xolisa. Mana 4 talasi birgalikda 392 kilo chiqdi. Jumaga chiqib keldik. Samarqandlik ukalarimizni, akalarimizni kuzatyapmiz. Anchadan beri bizda turgan, vitrina vazifasini bajarib turgan Saksonboy, o'sha 80 liniyalik toza arashanimiz Xudo xolisa Chelak shahariga qarab turib ketyapti. Endi mana mashina xayrlashamiz. Xudo xolisa bitta mashina yuborishsa, Elijon ortib boradi. Biz ham Xudo xolisa ketinglardan qarab turib shaharga ketamiz. Qo'limizdan baraka toping. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Amin. Sizlar ham mana shu qo'chqorlardan yaxshi nasllar olinglar. Xudo xolisa nasllar olganinglardan keyin albatta menga videolarni tashlab berasiz. Mana bunaqa bolalarni oldik deb. Menga tanishgandan xursandman, bolalar. Yaxshi ko'rishaylik. Hop, mayli. Mana endi rost ekanlik qo'ylarimiz umuman qolmadi. Haligi butun qo'ralarimiz bo'shadi. Samarqandga qarab qo'ylarimiz ham ketdi. Saksonboy ketdi.